Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilarim, sizlar bilan isroilchilar, sizlarga videorolik bilan ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga Samarqand moshina bozoridan Damas narxlarini taqdim qilaman. Endi birma-bir montajlarni qilib, birin-ketin sizlarga qo'yib borishga harakat qilyapmiz videolarni. Albatta ko'rib, baho berib, bir dona layklarni aymasdan bosib turinglar. Sizlarga zo'r navorotlik Damaslardan ko'rsatyapman. Albatta qo'llab-quvvatlab, layklar bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r videoroliklar chiqarib boramiz, baho berasizlar. Sizlarga yaxshi kapitalagan holda biz videomiz boshladik. Damasni zo'rlardan qidirganlar bormi? Aynan bu videom sizlar uchun bitta baho berasa, albatta boshdan to oxirigacha ko'ringlar. O'zingizga yoqqan turdagi Damasni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Damasni zo'rdan bo'lsa ko'rsatib o'rnagan akalarimiz uchun 3 ta 7 ga qiziqadiganlar bormi? Mana 3 ta 7 nomerchalar bilan birga bemalol olaversangiz bo'ladi. Mana shu Damasni polni navorot. Ayni sizlar qidirayotgan Damasdan ko'rsaman, bitta ko'rib baho berasa 2026 ekan, qaranglar. Eng oxirgi chiqqanlardan Damasni polni motion shumaizolyatsiya bo'lgan. Qaranglar, full holati shumka bo'lgan. 6 oy hali tonirovkaga ruxsati bor deyaptilar. Ichlari lekin vahshiy navorotda birad yorib yuboribdilar. Oldilariga polni bioletlar qilingan. Lekin 3 ta 7 nomerchada Damasni yomon turibdi. Bioletlarni qaranglar. Polni aka navorotda ayamasdan tiqganmiz deyaptilar. 4 ta yaxshi yumshoq balon. Keyin polni avtomobilimizga karmetal diskalar, tonirovkalar ruxsatlarni aytib o'tib ketdik. Endi salon ishini bitta ko'rsaman, bitta ko'rib baho berasizlar. Xo'p, salon ishlarigacha polni navorot ekan, lekin qaranglar. Tayyormisizlar? Qaranglar. Vay. Salon ichini lekin birad vahshiy yorib yuboribdilar. Salon ichini qaranglar, qanday zo'r holati bo'lib turibdi. Polni motionga deflektorlar, polni navorot qilingan, qaranglar. Tonirovka bilan endi sal qorong'ucha bo'lib turibdi, lekin hozir polni sizlarga maksimalni yetkazishga harakat qilaman salon ichini. Chexollar zo'r taqib qo'yilgan, polik, linoleum hamma narsasi bor. Ichlarini qaranglar. To'dashi poliklargacha zo'rini taqib qo'ygan ekanlar, birat. Xo'p, avtomobilimizni bitta oynasini ochib qo'ysak, hozirga polni normalni ko'rinadi. Oyna ko'targichlari ham mana polni elektronli avtomobilimizda. Qani? Mana endi tushirsak bo'ladi mana. Polni endi bitta ishlar bilan baho beringlar, qaranglar. Monitorlar ustonovka qilib qo'yilgan, rulchani qaranglar, qanday chiroyli qo'yganlar, birat. 8000 ga hali yurgan motion, top pultlargacha, magic kartlargacha ustonovka qilib qo'yganlar, hali pachka holatda turibdi. Mana bu yerda hali dakmetchalari o'zinikini. Sassansi lekin olov. Birdan nomer bilan aka aytdilar, nasib bo'lsa berib yuboramiz dedilar. Nomer bilan birga mana shu Damasni 8000 ga xarid qilsangiz bo'lar ekan. 8000 ga 2026 Damas polni navorotlik xarid qilgan bo'lasingiz, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Gazi propanida aka. Propan gazlargacha ustonovka qilib qo'yilgan. Akaga olib chiqinglar, kraskasi 100% toza ekan. Mana kam yurganidan yangi Damas, marhamat. 3 ta 7 nomerga qiziqadigan akalar bo'lsa, tashlab qo'yinglar mana. Damasni birdan mash turishda bosib olsalaringiz bo'ladi. Aka nomerni aytib oling. 97 923 5000. Variant Vikbom qilsak bo'ladimi? Bir oy yarmiga gaplashamiz. Bir oy yarim oyga gaplashsak bo'ladi deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga bitta Damasni zo'rdan ko'rsataman. Polni navorotlik Damas ekan. Bunaqa Damasni juda ko'pchilik qidirib yurishadi. 2025 ekan Damas. Oldilariga qaranglar, biolet qilingan. O'sha tashqari qismidan o'sha Damas tasavvur qilsa bo'ladi, qanaqa navorotligini. Ichini vahshiy aka yorib yuborgan ekanlar. Bioletlargacha qilib qo'yganlar, birat. Polni ideal holatda bo'lib turibdi. Navorotda vahshiy ayirmasdan qilingan. 4 ta eshiklar shumaizolyatsiya bo'lgan, metan gazlar ustonovka qilib qo'yilgan, 4 ta yaxshi yo'lka balon va karmetal diskalar bilan orqalariga polni apparaturalar terilgan, bochkalar turibdi orqalarida. Hozir polni birma-bir birin-ketin ko'rsatib o'tib ketaman. Faqat bittadan layklarni emaysizlar. Tonirovkaga hali 6 oy ruxsati bor deyaptilar. Salon icharini bitta ochib yuboramiz, bitta sizlarga ko'rsatamiz, qaranglar. Salon ichari polni ruller perchashka bo'lgan, bu yoqlari alikantara bo'lgan. Pultlargacha ustonovka qilib qo'yilgan. Polni Damasga nima navorot kerak, hammasi qilingan deyapti. Chexolchani qaranglar, qanday zo'rdan taqgan ekanlar, birat. Yarmi koja, yarmi alikantaralik. Barlar ustonovka qilib qo'yilgan avtomobilga Malibu bar. Xo'p, avji sistemalar yurgan probeg hali 21000 ga yurgan deyaptilar. Polik, linoleum hamma narsa qilib qo'yilgan. Bitta mana orqalari bilan sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bitta baho beringlar, qaranglar, qanday holatda turibdi motion, lekin olov ekan, olov. Chisti operativniy bo'lib turibdi motioncha, lekin polni qop-qora qilganlar bilan ishlarini. Tomlar polni perchashka bo'lgan. Tepada kolonkalar. Hech qanaqa xarajat yo'q deyapti. Olgan odam mazza qilib faqat haydaydi deyapti. Paroklar ustonovka qilib qo'yilgan. Balonlarni qaranglar, qanday yangi holatda bo'lib turibdi. Sizlarga Damasni zo'rlardan ko'rsatishga harakat qilyapman. Albatta bittadan layklarni aymaysizlar. Tonirovkalarga 6 oy ruxsat, kraskaga 100% javob. Genga ham chiqadimi aka? Genga ham chiqar ekan. Narxini qaranglar. 7,5 o'zlari so'rayaptilar. Aka necha pulgacha berasiz dedim. 7 dan oshsa beraman deyaptilar. Telefon qilasizlar. 7000 dan oshsa beraverar ekanlar. Mo'j 7 ga, mo'j 7 dan pastiga ham gaplashsa bo'ladi. Lekin
Damazlardan ko'rsatamiz 2024 sizlarga mana har xil qo'llangancha damazlardan ko'rsatishga harakat qilyapman. Albatta ko'rib, baho berib, egalariga aloqaga chiqaversa, polniy navrotlik damaz ekan. Qarang, to'rtta yaxshi yumshoq balon. Paroklar uстановка qilingan. Gazli bormi aka? Gazi metan. Kraskaga 100% javob deyaptilar. Tindiq ekan bu damazcha. Shumkan bo'lganmi bu aka? Shumkalarigacha bo'lgan ekan. Qaranglar. Chexol, polik, pulp, monitor hammasi qilingan deyapti. Tepada polniy kolonkalar, video registratorlargacha qilingan deyaptilar. Polniy navrotlik damaz ekanda. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'p, salon ishlarini qaranglar. Salon ishlarigacha aka bitta CD'ni ko'tarib yuborasiz. CC2 monitorlargacha CC2 monitorlar qo'yilgan. Barlar uстановка qilingan. Monitor. Xo'p, 51 ming yurgan ekan. Motor, ходовой коробка hammasi zo'rmi aka? Zapaska, balon, hamma narsasi cho'tib turibdi deyapti. Даже balonlari ham yangi ekan o'shunda. Kraskasiga 100% javob deyaptilar. O'yinlar, gerb, pultlargacha uстановка qo'yilgan. Zo'r. Polniy navrot, marhamat. Parok, yumshoq balon, gaz, chexol, polig, kolonkalar, monitor, hamma narsasi bor ekanda. Zo'r ekan o'sha. Akaga aloqaga chiqasizlar, narxini $6000 berib yuboramiz deyaptilar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Video registrator hamma narsa qilib qo'yilgan. Telefon nomer 90lik 270 270 23 88 aloqaga chiqaverasizlar. Damas so'ragan obunachilarimiz uchun mana Damazlardan ham ko'rsaman, ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. 2025 ga 2026 deyaptilar. Avtomobil 3000 kilometrga yurgan, lekin polniy navrot qilib qo'yganmiz bizlar deyaptilar. Shum izolyatsiya bo'lgan. 4 ta yaxshi yumshoq balon, karmetal diskalar, polniy navrot. Shu Damazga nima navrot kerak? Hammasi qilib qo'yilgan ekan. Bitta ko'rib baho berasizlar, qaranglar. Oh. Shumkacha polniy bo'lib turibdi. Polniy shum izolyatsiya, bu yoqlar apshkalar polniy bo'lgan, perchashka bo'lgan. Salonchilardan qaranglar, polniy matviy holatda bo'lib turibdi. 3000 gina yurgan. Chexollar taqib qo'yilgan, bar, hamma narsasi bor. Avji sistemalar. Xo'p, 3000 kilometr polik, linoleumlar qilingan. 4 ta yaxshi yangi yumshoq balon qaranglar. Balonning ipchalari bilan turibdi. Yangi pachka balonlarda. Paroklargacha uстановка qo'yilgan ekan avtomobilga. Ishlarini qaranglar, ishlarigacha zo'r holatda bo'lib turibdi, lekin tiniq. Tepada polniy kolonkalar. Oh. Вообще zo'r. Mana kuzov 26 bo'lib turibdi. Kuzovni ko'ryapsizlar, lekin vahshiy mana bu kolonkalar bilan juda chiroyli ko'rinadi, damas qaranglar. Tepada polniy kolonkalar bo'lib turibdi. Akaga aloqaga chiqasizlar. Xohlovchilar uchun deyaptilar, propan qo'yib beraman deyaptilar. Xohlovchilar uchun metan qo'yib beraman mashinaga deyaptilar. Masalan, mana shu narx to'g'risida gaplashamiz deyaptilar. Mana o'zi narxni aytamiz sizlarga. Xohlasangiz metan, xohlasangiz propan qo'ydirib olsangiz bo'ladi. $7400 ga beramiz deyaptilar. Aka bitta keling yaqinroq. Xohlasa metan, xohlasa propan qo'yib berasiz. 7400. To'g'rimi? Ustiga qo'shilmaydimi? Qo'shilmaydi. Xo'p, kraskasi radnoy 100% deyaptilar. Akaga aloqaga chiqasizlar. Variant bikman bormi aka? Gaplashsa bo'ladi. Telefon nomer 99lik 093 3984. Gengam chiqadimi aka? Generalniga ham chiqar ekan, mana shu zo'r. Damas yangisidan bosib olingan akalarimiz uchun marhamat.